Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Sherqiy Türkistan Awazining kündilik xəvərlərini ko'rishinglarni qarşılaymiz. Tövəndə dehqonlar xəvərlərimizin təfsili məzmunlarında bo'lsin. Xitay taratqularida ashkaralanishicha, Xitoyda mamlakat bo'yicha siyasiy-qanun sohasidagilarni tarbiyalash va tartibga selish xizmatining kun tartib talablariga asosan Sherqiy Türkistonda maxsus yetakchilik guruhi ishxonasi. Har qaysi viloyat va shaharlarda 14 yetakchilik guruhi ishxonasi qurilgan. Xəvərdə Ürümçidəki baş işxana və İli, Çüçək, Altay, Tarbağatay, Qarmay, Sancı, Ürümçi, Turpan, Qumul, Bayınqulun, Aqsu, Qızılsu, Qashqar, Xotandakı şöbə işxanalarının telefon nömrələri və poçt adresi verilgan bo'lib, siyosiy qonunga munosabatli har qanday ahvolni mazkur viloyat va shaharlardagi şöbə işxanalarga yetkazish talab qilingan. Uningdan boshqa yana bir maxsus yetakchilik guruhi qurilgan bo'lib, atalmış Uyg'ur avtonom rayoniga qarashli har qaysi turmalar va zahar tashlatqizish o'rinlariga yetakchilik qiladi ekan. Bu ishxonalarning telefon qilish vaqti atigan soat 10 dan kech soat 10 gacha bo'lib, 2021-yili 31 oktyabr kunigacha telefon va xatlarni qabul qildi ekan. Ondan ularni to'plab shu joydagi partkom siyosiy-qonun komiteti, sud mahkamasi, taftish mahkamasi, soqchixona, turma va zahar tashlash o'rinlariga ma'lum qildi ekan. Kuzatuvchilarning qarashicha, Xitoy hukumati hozir o'zining jinoyatini bor kuchi bilan yoshirish va nazaridagi atalmış yoshirin xavfni azaytish uchun siyosiy qonundan iborat diktator apparatini kuchaytirmoqda. Xitoyda jumladan atalmış Uyg'ur avtonom rayonida qurilgan bu siyosiy qonun yetakchilik ishxonalari amaliyotda Xitoydagi umumyuzlik ta'qib siyosatining texnik kuchayganligini bildirdi. Har qaysi viloyat shaharlarda qurilgan şöbə ishxonalar amaliyotda Xitoyning har qaysi joylarga qurgan josuslik va nazorat to'ridan iborat. Kishilik huquqni kuzatish to'rining 24-fevral e'lon qilgan xabarda ko'rsatilishicha, yaqin yillardan beri Xitoy hukumatining Uyg'urlarga har xil jinoiy batnomlarni joplab, ularni uzun muddatli kesib etish qilmishi ig'irlab ketgan. 2016-yilning oxirida Xitoy hukumati atalmış terrorlik qattiq zarba berish harakatini boshlagandan beri Xitoy jinoiy ishlar sudi 250 ming odamga gunoh ortib hukm e'lon qilgan. Gerçi Xitoyning sud va hukm e'lon qilish ishlari intayin maxfiy bo'lib, bu uchurlar qattiq qamal qilingan bo'lsa-mu, kishilik huquqni kuzatuvchilar 60 ga yaqin deloni tahlil qilish orqali ko'plagan kishilarning hech qanday jinoyat o'tkazmagan ahvoldami jinoyat sodir qildi deb hukm qilinib, turmaga tashlanganligini jazmlashtirgan. Ularning bildirishicha, bu kishilar amaliyotda o'z turmushi va e'tiqodi bilan yashab kelayotgan odatli kishilar ekan. Mart kuni Braylen Xitoyning Gérmaniye Berlindagi bosh ئەلچىخانىسىغا كۆيدۈرگۈچ بومبا تاشلىغانلىقى uchun qo'lga olingan. Shu yer vaqti 16 mart kuni Berlin taftish amaldori bayonot e'lon qilib, Xitoy ئەلچىخانىسىغا hujum qilgan deb gumon qilingan kishining 42 yoshli Xitoy pۇقrاسى ekanligini, uning muddaosining Xitoy Kompartiyasining Sherqiy Türkistan Uyg'urlarga ziyankesh qilganligiga e'tiroz bildirish ekanligini e'lon qilgan. Xitoy Kommunistik partiyasi Sherqiy Türkistandagi Uyg'ur va boshqa turk millatlarga keng ko'lamda ziyankesh qilishi xalqaro jamiyatning diqqatini qo'zg'agan. Chet el taratqullari yuqori tilga ilingan hujumning buning bilan munosabatli bo'lishi mumkinligini faraz qilgan. Nurg'unlagan chet el taratqullarining xabar qaraganda Germaniyada xalq orasida Xitoyga qarshi kayfiyat shakllangan. Shundaqla kundan kunga kuchaymoqda ekan. Kommunistni qo'llaydigan bosh minister Merkel istifa bergandan keyin Germaniyaning Xitoy siyosatida zo'r o'zgarish bo'lganligi bildirilgan. O'tgan yil sentabr oyida Chexdagi Palaki Olomik universiteti tarafidan elib berilgan ray sinash natijasiga qaraganda 0 dan 100 gacha bo'lgan numur sistemasida Germaniyalik ziyoratni qabul qiluvchilarning 62.5%ning Xitoyga ishonmaslik tuyg'usi borligi. Yaqin 3 yilda kishilarning 46% dan ko'proq Xitoyga bo'lgan ko'z qarashi salbiy bo'lgan. Məcburi əmgək, məcburi balı çürüş və məcburi toxumaslik, basqınçılıq, qiynaş və xorlaş şundaqla Xitayning Sherqiy Türkistandagi kishilik huquq təpsirçiligi növbətdə xalqaro cəmiyyətin diqqətini qo'zg'amoqda. Xalqaro cəmiyyəti uzundan beri Sherqiy Türkistonga tekshirish guruhi avatib, Xitoy Kompartiyasining qurgan lager və kishilik huquqqa daxil taruz qilish, məcburi əmgək qilmishlarini dalillab tekshirishni talab qilib kelgan. Lekin Xitoy ko'rinishda Sherqiy Türkistonga borgan har soatdagi chet elliklarni sayli qilib, kezib ko'rib beqishni qarshi olganligini bildirgan bo'lsa-mu, amaliyotda Xitoy har xil bahona sabablar bilan har qaysi davlat amaldorlarining Sherqiy Türkistonni ziyorat qilishini rad qilgan. Yevropa Ittifoqi bayonotchisi 16 mart seshanba kuni Bryusselda turishliq Yevropa Ittifoqi kuzatuvchisiga Yevropa Ittifoqining vakillari umid avatib Sherqiy Türkistonni ziyorat qilishni, konkret joylarni ziyorat qilish va Sakharov mukofotiga erishgan Ilhom To'xtini ziyorat qilishni umid qilganligini bildirgan. Lekin Xitoyning Yevropa birlashmasidagi o'mikining mas'uli Chang Ming shu kuni Xitoy doiralari tomonidan qo'lga olingan Uyg'ur olimi Ilhom To'xtning Xitoy qonuni bilan ayblangan mahbus ekanligini, Yevropa Ittifoqining talabining Xitoyda qabul qilinmaydiganligini aytgan. 2018-yili Xitoy Kompartiyasi Germaniya kishilik huquq vakillari o'mikining Sherqiy Türkistonni ziyorat qilish taklifini rad qilgan. Bir oy ilgari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michel Bakchilit Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashida o'zining Xitoyni ziyorat qilish planiga oldin tayyorlik qilayotgan xizmat guruhining cheklimisiz ziyoratida Uyg'urlarning haqiqiy ahvolini ko'zdan kechirib tekshirishni maqsad qilgan. Xalqaro jamiyat Sherqiy Türkistonni ziyorat qilishni talab qilgandan boshqa, Sherqiy Turkistondagi majburiy emgak masalasi texnik ko'p diqqat qo'zg'amoqda.
Amerika parlamenti bulturqi tədqiqat dokladida qayta tərbiyələş lagerini asas qilgan məcburiy əmgəkning Şərqi Türkistanda paxta, rəxt, ayaq, pomidor qiyamı, qorumda tikilgan chapan, pəlay, sun'iy chash va boshqa tovar sohasida eng ig'ir ekanligini, quyosh energiyasi mahsulotlarini ishlab chiqarishda sistemalashgan məcburiy əmgək tuzumi borligi, darhol muhim tadbir qo'llanish kerakligini bildirgan. Mart oyining 5-da Washingtondagi aqlli ambiri yangilik yaratish strategiyasi va siyosiy instituti doklad e'lon qilib, har qaysi partiyalarning mutaxassislarining Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkistondagi Uyg'urlarga ziyonkashlik qilganligini baholaganligini va bu harakatlarning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti irqiy qirg'inchilikning oldini olish va jazolash ahdnomasiga ig'ir xiloflik qilganligini o'ttirib qo'yib, ahdnomasiga asosan Xitoy Kompartiyasining irqiy qirg'inchilik o'lchamiga yetganligini, shundaqla Xitoy Kompartiyasining davlat mas'uliyatini ustiga olish kerakligini ta'kidlagan. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 1948-yildagi irqiy qirg'inchilikning oldini olish va uni jazolash ahdnomasida ko'rsatilgan irqiy qirg'inchilik hisoblanadigan 5 turlik jinoyat bo'lsa, ma'lum irqiy guruh a'zolarini o'ldirish, ularni jismoniy va ruhiy jihatdan xo'rlash, ularning turmushini buzib oilasini vayron qilish, ya'ni yoshug'isiz qilib o'tish, ularning normal ko'payishini tizginlash, farzandlarini ota-onasidan ayirib etib mustamlikchi millatga qo'shib o'tish, ya'ni kimlik engini yo'q qilish qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Xitoyning Uyg'urlarning farzandlarini ota-onalaridan butunlay ayirib etib, o'z oilasi bilan qayta birlashish fursatidan tamoman mahrum bo'lgan yetimlarga aylantirayotganligi sababli butun oila va bolalarda mo'ljallash tas bo'lgan ig'ir ofat paydo qilmoqda. Bu shundaqla qirg'inchilik uchrayotgan Uyg'urlarning eng fojialik va eng ichinishli bir tarafi. Washington pochtasi gazetining xabar qaraganda, G'arb hukumatlari Xitoyning Sharqi Turkistonda Uyg'ur va boshqa turk millatlarga qilingan muomalaning irqiy qirg'inchilikni tashkil qiladigan yoki qilolmaydiganligini bog'layotgan mezgilda, Xitoy o'zining qilgan atganlarini yoshirish uchun munosabatli uchurlarni cheklagan. Irqiy qirg'inchilik bayonotidan keyin Xitoy irqiy qirg'inchilik jinoyatiga munosabatli barliq uchurlar, hatto tadqiqotga kerakli yipuch ta'minlaydigan ma'lumotlarni yo'q qilib, chet ellik muxbirlar va tadqiqotchilarga hech qanday imkoniyat bermagan. Shuning bilan ular Uyg'ur masalasiga munosabatli tekshirish va tadqiqotni to'xtatib qo'yishga majbur bo'lgan. Tadqiqotchi Adrian Zeniz navbatda tadqiqot ishlari ig'ir ahvolda qolganligini, yaqinqi tadqiqotlarni yerim tarix aylanib qolganligini bildirgan. Shuning bilan bir vaqtda Xitoyning tashviqot organlari g'arb ellarida eqib yurgan vaqt o'tgan yoki mujmal uchurlarni tutib olib, texnik ko'p isbotlarni burmalash, ag'dirish, hatto g'arb ellarni tuhmat qildi deb qaralashga uringan. Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan 18 Mart şehitlarni xotirlash kuni va Çanakkale dengiz urush qalbisining 106 yillik munosabati bilan e'lon qilgan bayonotida Çanakkale zafarining turk millatining dushmanlariga qarshi yozgan shalliq bir daston ekanligini, davlatining ustida o'ynalmoqchi bo'lgan suiqasdlik o'yinlarni tarmar qilib, millatning mavjudiyatini umumyuzlik kurash orqali qo'g'daydiganligini, eng mushaqqatli mezgillarda dushmanlarni mag'lub qila olgan turk millati birlik va barobarlikni qo'g'dash uchun o'xshash idrokni chiqish nuqta qilib, zarur tepilganda jenini fido qilishga tayyor ekanligini bildirgan. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.